Tak, Scratch'ga oid testimiz quyida berilgan skriptda a teng 21, b teng 26 qiymatlar o'rnatildi. Skript bir marta ishga tushirilganda qanday natija chiqariladi? Demak, amiz 21 ni, bimiz 26 ni o'zlashtiribdi. Bu yerda mantiqiy ifoda qilib bergan ekan. Endi mana bu not ikkalasiga tegishlimi, bittasiga tegishlimi, shuni aniqlashda ozroq muammo bo'lyapti. Shuning uchun bu yerga ikkita variantdan ham qo'yib qo'ydim. Agar not faqat bittasiga tegishli bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan ajratib olsak, chiziqlar soni 2 ta bo'lar ekan. Agar not ikkalasiga ham tegishli, mana ikkita ifodaga ham tegishli bo'lsa, mana endning oldidagi chizig'imiz bitta ikkala tomonda ham bittadan. Endi bu yerga qarasak, ikkita chiziq borligi uchun not faqat birinchi ifodaga tegishli. Joyiga qo'ysak 21 ni 2 ga bo'lsak qoldig'i 0 mi deyapti. Bu yolg'on. Mana bu not borligi uchun rost bo'ladi. Ya'ni 1. Endi end turibdi. Bu tomonda 26 ni qo'yadigan bo'lsak, 26 ni 2 ga bo'lsak qoldiq teng 0 mi? Bu rost. Rost. Rostga rostni konnuksiyasi rostni beradi. Endi bu yerda x sekund say deyapti. Ekranga chiqarib turish kerak. Bu yerda 1 ni chiqarmaydi. Bunda true deb chiqaradi. Javoblardan true ni tanlaymiz. Keyingi testimiz ham Scratch'ga oid ekan. Qanday shakl paydo bo'ladi deb so'rayapti. Ekranni tozalayapti. Demak, sprite koordinatasini 0 0 nuqtaga olib kelibdi. Direction 90 gradusga o'rnatyapti. Ya'ni o'ng tomonga qaragan holatda rangni magenta qilyapti. Magenta qalam o'lchamini 2 ga sozlabdi. 2. Endi ichma-ich sikl ekan. Birinchi siklimiz 4 marta takrorlanadi. Har bir takrorlanganda 80 qadam yurib 90 gradusga burilar ekan. Mana bu yerda turgan bo'lsa, taxminan 80 qadam yuryapti. 90 gradus burilyapti, pastga qarab, o'ng tomonga pastga. Endi yana 80 yuryapti. Yana o'ngga burilyapti, 80 yuryapti, burilyapti, chizib turib. Endi yana 90 burilib to'xtaydi. O'ng tomonga qarab qoladi. Birinchi sikl tugadi. Keyingisiga o'tishdan oldin u 120 gradus yana o'ng tomonga burilyapti. Demak, bu yerda o'ng tomonga qarab turgan bo'lsa, 90 burilganda pastga qarab qolardi. Yana 30 burilsa, taxminan mana bu yoqqa qarab chizib boshlaydi. Endi javob variantlaridan kelsak ham bo'ladi. Kvadrat chizar ekan, kvadratga o'xshagan kvadrat chizar ekan. 3 marta takrorlansa, 3 ta kvadrat. Orasi 30 gradusdan bo'lishi kerak. Mana bu 6 burchak, bu xato, 3 burchak bu ham xato. Mana bu javob ekan. To'g'ri javob belgilangan bo'lsa. 5 burchak ham chiqmaydi, chunki 90 gradusdan burilyapti. Bu testni tahlil qildikmi?